Modricni jo'natuvdik kecha, Neymarni jo'natdik bugun. Men birinchi marta futbol ko'rishni boshlab turib, shu oq futbolkada 7-raqamda yugurib yurgan bolani ko'rib, men oqlarga balet qilaman deganman-da boshida. Bugun shu bolani ham jo'natdik, haligi g'alati, o'sha tugadi u uchun futbol. G'alati tugadi. Men misol Messi bu jahon chempionatini yutsa yutmasa u uchun achinarli tugamaydi-da, chunki yutmagan narsasi qolmadi. Tan olish kerak, Ronaldochi bo'lsa ham yutmagan narsasi qolmadi. Hali Messini personalniy haligi anti fanati bo'lsa aytish mumkin, haligiga pushkash degan jinniket sovrinlarida u uncha kerak emas. Hamma yo'lda yutib oldi-da. Ronaldo uchun bitta shu jahon chempionati qolib ketdi. O'zi g'alati bo'lyapti jahon chempionati. Hamma tugatyapti. U yoqda Tramp o'zini futbolchilarga MMA uyushtirib, o'zi mana Belgiya bilan o'yinga Matapilavi ko'tarib tushgan ruxsatnoma bermoqchi bo'lyapti.